Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan birinchi oyatni eslaylik. Birinchi oyatning birinchi kalimasini eslaylik. Alloh azza va jalla payg'ambarimizga Jabroil alayhisalom yuborgan paytda kelib birinchi aytgan gapi nima edi? Astagfirullah, iqro. Iqro bismi robbikallazi xalaq. O'qing. 3 marta takrorladi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhisalom, o'qing. Bu kalima eng birinchi tushgan kalima. Bu kalima eng birinchi tushgan buyruq. Shu holatni birgina o'zi o'qishlik qanchalar muhim amal ekanligi siz bilan bizga ma'lum bo'ladi. Robbimiz subhanahu va taolo siz bilan bizga Qur'onda juda ko'p buyruqlarni buyurdi. Namoz o'qi, roza tut, zakot ber, haj qil, amri ma'ruf, nahiy munkar, birrul volidayn, sadaqa. Ammo ana shu buyruqlardan hammasidan avval o'qi dedi. Islomda 5 ta ustun bor. 40 ta farz bor. Shundan bittasi talabi ilm. Ilm o'rganishlik. Ilm o'rganishlik o'qishlik bilan bo'ladi. Johiz ismli olim g'am qayg'udan uzoq bo'lish uchun kitob o'qishni tavsiya qilib shunday degan edi. Kitob muxlis suhbatdosh, sodiq va haqiqiy do'st. U sendan zerikmaydi. Moli davlatingning unga qizig'i yo'q. Ichingdagi sirlaringni bilib olishga urinmaydi. Senga makr hiyla nayrang qilmaydi. Munofiqlarga o'xshab aldamaydi, yolg'on gapirmaydi. Kitob haqiqiy do'stdir. Kitobga qaraganing sari undan foyda olasan, zavqlanasan, xursand bo'lasan, aqling chaqlanadi. Ruhing ko'tarinki bo'ladi, qalbing obod bo'ladi. U senga xalq hurmatini ato qiladi. Sen birodar bir narsani o'rganib olishing uchun ko'p mehnat qilishing kerak. Masalan, bir ilm o'rganmoqchi bo'lsang, shu ilm egasini eshiging tagida turishing kerak. Turli tabiatli insonlar bilan muomala qilishing kerak. O'zingga yoqqan, yoqmagan odamlar bilan aralashib yurishing kerak va hokazolar. Ana shulardagi bir narsani olishing uchun ularga aralashish kerak. Sen aralashib yurgan odamlardan bir narsani o'rganmoqchisan, ularda ba'zi narsasi senga yoqadi, ba'zi narsa yoqmaydi. Ammo kitob o'qisang, mana shularning bittasiga duch kelmaysan. Mashaqqatga kirmaysan, birodar eshigining oldida turmaysan mustori bo'lib, o'zingga yoqmagan insonlarga aralashib yurmaysan, axloqi buzuq odamlar orasida bo'lmaysan, dunyoparastlar bilan hamtovoq bo'lmaysan. Kitob yordamida birodar odamlarning tillaridan o'rganishing mumkin bo'lgandan ko'ra mingchadan ko'proq narsani kitobdan o'rganasan. Kitob senga har doim, har joyda faqat foyda olib keladi, yaxshilik olib keladi. Kitob hech qachon charchamaydi, dam olmaydi. Kitob uyqusizlikdan charchab malollanmaydi. Kitobda akkumulyator o'tirib qolmaydi. Kerak bo'lganida yordamga keladigan muallim bo'ladi. Agar kitobni tashab qo'ysang ham, u sendan xafa bo'lmaydi. Sendan xafa bo'lib berayotgan foydasini to'xtatib qo'ymaydi. Senga itoat qilishdan to'xtab qolmaydi. Ishlaring yurishmay qolsa, seni tashab ketmaydi. Dushmanlar tomonga og'ib ketmaydi. Birodar, yuksalmoqchi bo'ladigan bo'lsang, ma'rifatli inson bo'lishni qasd qilgan bo'lsang, mashaqqatli ishga kirishayotgan bo'lsang, ishonchli yordamchi bu kitob. Kitob sen bilan birga ekan, sen hech qachon yolg'iz bo'lmaysan. O'zingni chorasiz bilmaysan. Hech bo'lmasa kitob o'qir ekansan, eshik tagiga chiqib olib, bekorchilikdan odamlarni tomosha qilib gunohkor bo'lishdan tiyilasan. Yoshi kattayib qolganda kitob o'qishga o'rgangan odam maza qiladi. Ya'ni pensiyaga chiqdi, ishi yo'q qiladigan, namozini o'qiydi. Agar shu yosh katta odam kitob o'qishlikka odatlangan bo'lsa, u maza qiladi u odam. Albatta kitobda sen uchun katta foydalar bor. Kitob o'qiydigan insonlargina haqiqiy hur insonlar bo'ladi. Kitob o'qiydigan insonlargina haqiqiy hur insonlar bo'ladi. Chunki kitob johillik bilan xurofotni ketkizadi. Mana shu johillik bilan xurofot insonni hurriyatining ashaddiy dushmani bo'ladi. Johillik va xurofot. Kitob bilan bu narsalar yo'q bo'ladi. Kitobga qaytmagunimizcha ummat, millat sifatida o'smaymiz. Mamlakatlarimiz qashshoq, qoloq oxirgi vagonda qolib ketaveradi. Kitob o'qish kerak, birodarlar. Kitob haqida aytilgan hikmatli so'zlar. Abu Ubayda aytadi. Muhallabning o'zini bolalarga qilgan vasiyatida shunday degan joyi bor. Ey bolalarim, bozorga
qog'ozdan boshqa narsa uchun bormanglar. Bozorga kitobdan boshqa narsa uchun bormanglar. Hasan Lu'lu'y aytadi, yotganimda ham, turganimda ham kitob 40 yil mening hamrohim bo'ldi. Insof qilaylik. Avtobusda, samolyotda, aeroportda, vokzalda bir odam o'tirib kitob o'qiyotganini ko'rganinglarda havas qilasizlarmi? Qachon ko'rdinglar oxirgi marta? Mana shu bizda o'sha Astonobkada, vokzalda o'tirib kitob o'qiganini birodar. Rossiyaga borsanglar ko'rasizlar. Metroda, avtobusda, tramvayda, poyezdda ketayotganlar kitob o'qiydi. Va men statistikani ham aytib beraman kitob o'qishlik bo'yicha. Bizning xalqlar qayerda, u xalqlar qayerda. Kitoblarning eng ulug'i va eng sharaflisi shubhasiz Qur'oni Karimdir. Bu Qur'on sizga uning yordamida kofirlarni Allohning azobidan ogohlantirishingiz uchun nozil qilingan kitobdir. Bas ko'nglingizda u sababli tanglik, shubhalanish bo'lmasin va u mu'minlar uchun bir eslatmadir. Mana endi kitob o'qishlikning foydalari. Vasvasa va g'am anduhdan saqlanasan birodar, kitob o'qisang. Kitob senga nisbatan adolatsizlik, nohaqlik qilmaydi. Bekorchi va maqsadsiz odamlardan uzoq bo'lasan. Tiling chechan, so'zing ravon bo'ladi. Tilingni burab gapirishga, so'zingga zeb-ziynat berishga hojat qolmaydi. Hozirgi kundachi birodarlar, ko'pchilik o'zini fikrini bayon qilishda ham qiylanadi. Savol beradi, tushunmaysiz savolini. Ikkinchi marta qaytaradi, uchinchi marta qaytaradi. Ichidagi fikrini yetkiza olmayapti so'zi bilan. Nima uchun? Kitob o'qimay qo'ygan. Eshitib turib, "Ha, mana qanaqa demoqchimisiz? Ha, shunaqa demoqchiman" deydi. Fikrini bayon qilish ham muammo bo'lib qoldi hozirgi yoshlarga. Aqling teranlashadi. Zehning kuchayadi. Fikrini bir narsani ustida jamlab turish. Hozir juddiy ham nodir bo'lib ketish sifat. Biz maktabda o'qigan paytimizda o'qituvchilar aytardi, zehni zo'r odam 7 minut bitta narsani ustida fikrini ushlab tura oladi, keyin sochilib ketadi deyshar edi. Hozir 7 sekundmi deymanda bitta gapirasan, tushundingizmi? Ha deydi, xatar bermasa turaveradi. Biz mashi, biz o'sha. Xotiring mustahkamlanadi, bilimga boy bo'lasan, kitobiy dalillar bilan so'zlay boshlaysan. Agar sen kitob o'qib turib, muxtasarda manaqa degan ekan, kifoyada manaqa deyilgan ekan, hidoyada manaqa degan ekan desang, kitobdan gapirsang, hamma gapingni oladi, chunki u kitobning gapini gapiryapsan-da. insonlarning hayotiy tajribalarini o'zlashtirib olasan. Genial aql egalari yillar davomida yozgan kitobidagi haqiqatlarni 5 yoki 10 soatda o'qib olasan. Kuchli aql, genial aql egalari o'tirib 10 yilda, 20 yilda bir kitob yozadi. Tajribalarni har ichiga kirgizadi. Sen 5 soat, 10 soat o'qiysan, shu tajribaga ega bo'lasan. Endi sen aqlli bo'lmay, kim aqlli bo'lsin? Ulug'larning hikmatlarini, ulamolarning kashfiyotlarini qo'lga kiritasan. Ilmiy malakang oshadi. Tasavvuring, onging keng bo'ladi. Islomiy kitoblarni o'qish bilan iymoniy nuring ortadi. Zero kitob eng zo'r nasihatchi, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaruvchi nasihatgo'ydir. Kitob o'qir ekansan, yuraging siqilishdan, fikring tarqoqligidan, bekorchilikdan omonda bo'lasan. O'zingdagi yaxshi sifatlarni rivojlantirasan. Va empatiya degan narsa rivojlanadi senda. Nima u empatiya? Empatiya degani odamlarning his-tuyg'ularini anglash. Ya'ni xijolat olayotganligini bilib turasiz. Chunki kitob o'qisangiz 20 ta personaj bo'lsa bir romanda, har bittasini ichki kechinmalarini yozuvchi yozib o'tadi. Bitta kitob o'qisangiz yigit 20 ta odamni rolida o'ynaysiz. Chunki har bittasini ichki dunyosini o'qiyotgan paytingizda Otabek bo'lib ko'rasiz. Xomid bo'lib ko'rasiz, Kumushan bo'lib ko'rasiz. Boyaga shaytonatni o'qing. Asadbek ham bo'lib ko'rasiz, Xongirey ham bo'lib ko'rasiz. Har bittasini kallasiga ichiga kirib chiqasiz. Tushunyapsizmi nima degani bu? Kinosini ko'rganingizda devor bor shunda o'tirasiz. Mana shunday qilib o'tirasiz, bo'ldi. Ichki kechinmalarni bera olmaydi. Yigitlar, pasikret aytaman. Eng zo'r kinoteatr nechida hozir?
eng zo'r kinoxona seni aqling. Sen har bitta geroyni, har bitta personajni ichida bo'lasan. Xongireydaqa fikr qilasan. Chuvrindidaqa fikr qilasan. Kesse palvondaqa fikr qilasan. Har bitta, tushunyapsizlarmi qanaqa tajriba degani? Har bitta odam bu holatga kirib chiqasan. Ukalar, sizlar kitob o'qimagan, bilmaysizlar ko'pchiliginglar. Endi umuman kitob o'qimayotganlar, men achinaman sizlarga. Kim uyda 100 ta kitobi bor, qo'l ko'tarib qo'ysin. Diniy, dunyoviy baribir. Tushuninglar, 200 ta. Bo'ladi 1%. Har bitta kitobdagi personajni terisiga kirib chiqasiz. Ichidagi fikrlaringiz fikringiz bo'ladi. Empatiya demak, ro'parangizda turgan odam nima holatga tushganligini his qilasiz. Bu degani uni qalbiga qo'lingizda kalit bo'ladi degani. Shunaqa zo'rmi kitob o'qish, domla? Birodalar, tentaklik va ahmoqlikdan tuzatadigan dori topilgan. Bu kitob o'qish. Zamonaning muallimi, mana shu zamonamizning bir muallimasi shu zamon o'quvchi bolasiga kitobni ushlab olib ko'rsatdi. Bolam, bu kitob, bu bilan odamlar miyalariga yangi programmalarni kirgizib oladi, deyapti. Endi tushundinglarmi kitob nimaligini? Telefonlarga ko'chirasizlar prilojenalarda. O'qituvchining gapini qarang. Bolam, bu kitob, bu bilan odamlar o'zining miyalariga yangi programmalarni kirgizib oladi, deyapti. O'shini saviyasiga tushyapti-da. Birodalar, uyimizda oshxona bo'lishi zarur, yotoqxona bo'lishi zarur, stol-stul bo'lishi zarur, mebel bo'lishi zarur. Shularning zarurligidaqa kitoblarda turishligi ham zarur degan fikrga kelgan kunimiz ummat sifatida, millat sifatida ilgari yuramiz. Biz uyimizda shkaf bo'lishi, kuxnya bo'lishi, sanuzil bo'lishligi, divan karavot kreslolar bo'lishi qanchalar zarur deb bilsak, uyimizda kutubxona ham bo'lishi shunchalar zarur deganimizdan keyin ummatlarning peshqadami bo'lish haqida gap gapirsak bo'ladi. Ba'zida o'zimizcha ummatda g'amini qilib, balandparvoz so'zlarni gapirib, og'zimizni ko'pirtiramiz. Ummat orqada qolib ketdi, ummatni yuksaltirishlik kerak. O'zimizdan so'raylik-da. Nechta kitob o'qidik o'tgan yildan beri? Shuning uchun ummat haqida ularga katta bir miqyosda fikr qilishdan avval kitob o'qi, birodar. Mana birodarlar, kitobni ko'p o'qiydigan mamlakatlarning statistikasi. 2020-yilgi statistika. Kitobni eng ko'p o'qiydigan davlatlar. 10 tasini aytib bersam bo'ladi. 10-o'rinda Kanada. 9-o'rinda Meksika. 8-o'rinda Braziliya. 7-o'rinda Argentina. Hali bironta musulmon mamlakatda aytmadik atini. 6-o'rinda AQSh. 5-o'rinda Buyuk Britaniya. 4-o'rinda Italiya. 3-o'rinda Ispaniya. 2-o'rinda Rossiya. 1-o'rinda qaysi mamlakatda iqtisodi kundan kunga rivojlanib kuchayib ketyapti? 1-o'rinda Xitoy. 1-o'rinda Xitoy. Birovga kitob hadya qilsangiz, xursand bo'lib ketmaydi. Bilasiz, undan keyin telefon, soat, do'ppi, tasbih podarka qilsangiz, u realniroqda kitob unaqaga o'xshamaydi-da, to'g'rimi? Ey birodarlar, kitob o'qimay qo'ydik, shu holatga tushib qoldik. Biz ummat dunyo xalqlariga ustoz bo'lgan paytda kitoblarni son sanoqsiz o'qir edi va son sanoqsiz kitob yozar edi. Bu g'arb o'sib ketganiga 300 yil oldi, 400 yil oldi. Nima bilan o'sib ketdi bilasizlarmi, ukalar? Biz yurtlarimizni mustamlaka qilib olib ketgan kitoblarni o'zlarida ishlatganligi bilan o'tib ketdi. Ibn Sinoning kitobi meditsinaning asnovasi bo'ladi. Yana qancha ulug'larimiz hayotini gapirdi, yozgan kitoblar shunga qarab ketdi. Bag'doddagi kutubxonani kuydirib yo'q qilishmaganida, o'sha mo'g'ullar, boshqalari hozir oyga teleportatsiya qilayotgan bo'lardi odamlarni deydi. Shunaqa katta ilmni yo'q qilib tashlashgan. Kitobda edi shu ilmlar. Britaniyalik o'rtacha bir inson yiliga 700 bet kitob o'qir ekan. 700 bet. Bu o'rtacha olgani. Ko'p o'qiydigani bor, o'qimaydigani bor. O'rtachasini olganda bitta britaniyalik kishi yiliga 700 bet narsa o'qir ekan. Endi bunga taqqoslab turib, musulmon mamlakatlaridan Misr olingan.
Misrni o'rtacha bir odami bir yilda qancha varaq narsa o'qiydi desa, o'rtacha 2,5 varaq ekan. 2,5 varaq. O'sha Misrdagi 2,5 varaq o'qiyotgan odam bizning birodarimiz, bizning musulmon birodarimiz. Siz o'zingiz uyga kelib telefon o'ynasangiz, bolangiz kitob o'qiydimi? Siz o'zingiz kitob o'qing, o'zingiz o'rgating. Birodarlar, kitob o'qishlik, qiziqish juda oson yo'llari bor. 1 so'mdan belgilab qo'ying bir betiga. 2 so'm topishingizga qarab, $1, $2. 5 so'mdan beraman bir varag'iga deng. Sizning foydangiz bu. Sizning foydangiz. Mana endi kitob o'qishlik haqida dunyo mutafakkirlarining aytgan so'zlari. Kitob o'qiydiganlar televizor ko'radiganlarni doim boshqaradi. Bu telefon yo'q paytida. Endi hozir kitob o'qiganlar televizor ko'rganlarni ham, telefon o'ynaganlarni ham boshqaradi. Qancha ko'p o'qisang, shuncha kamroq taqlid qilasan. Nima uchun taqlid qiladi? O'zini fikri yo'q, o'zini tasavvuri yo'q, o'zini tushunchasi yo'q, o'zini fuqusi yo'q. Fuqusni o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Ta'mi, ovqati ta'mi emas bu, fuqus mana bu kiyim-kechak. Ta'mi deb qo'yadi. Ko'ryapsizlarmi fikrlashinglar qaysi darajada? Bu esliklar, hali sirazi tarjima qilib qo'ygan esliklardan chiqyapti. Fuqus desam ta'mi deyapti. Did. Nimaga taqlid qilasan? Chunki o'zingni diding yo'q, o'zingni fikring yo'q, o'zingni qarashing yo'q. U kiygan kiyiming namozingga yaramaydi. Odamlar ikkiga bo'linadi. Kitob o'qiydiganlar va kitob o'qiganlarga quloq soladiganlar. Ikkinchisi bo'lib qolsa ham katta gap o'zi. Kitob o'qiydigan gapiga quloq soladigan bo'lib qolsa ham normalniy holat mana shu ham. Jismoniy mashg'ulotlar tana uchun qanday muhim bo'lsa, kitob o'qish aql uchun shunchalar muhimdir. Jismoniy mashq tana uchun qanchalar muhim bo'lsa, kitob o'qish aql uchun shunchalar muhimdir. Jismoniy mashq qilmaydigan odammi, yeyish ichishiga parvo qilmaydigan odammi, tanasi qanaqa ahvolga kelib qolishligini 1 kilometr yugursangiz siz bilib olasiz. 1 kilometr yugursangiz darrov bilib olasiz. Endi aqliy quvvatini sinash uchun qanaqa sinov o'tkazish kerak ekan? Aqlli bo'lish uchun 10 ta kitob o'qisang kifoya qiladi, birodar. Faqat o'sha 10 ta kitobni topguncha 1000 ta kitob o'qish kerak. Aqlli bo'lish uchun 10 ta kitob o'qisang kifoya qiladi. Faqat shu 10 ta kitob topish uchun 1000 ta kitob o'qish kerak. Bilasizmi, kitob o'qigan odam bilan gaplashsangiz maza topasiz. Gaplar o'rnida, ko'p gapirmaydi, ko'p kulmaydi. Terilganda marvaritdagi gaplari. Kitoblar zamon to'lqinlari uzra sayohat qilib, avvalgi ummatlarning qimmatli tajribasini ko'tarib yurgan kemalardir. 1000 yillardan beri yozilib kelayotgan kitoblar bor. 1000 yillik tajriba turibdi. Kitob o'qiysan, shu tajribaga ega bo'lasan. Esingdan chiqmasin. Seni kimligingni sen nimani o'qiyotganing belgilaydi. Esingdan chiqmasin, seni kimligingni sen nimani o'qiyotganing belgilaydi. Endi hech narsani o'qimayotgan bo'lsang-chi? Boshqalarning aqlli fikrlarini o'qir ekansan, o'zingning ham aqlli fikrlaring uyg'onadi. Demak, kitob o'qishlikda bir xatar bor. Aqlli bo'lib qolishlik xavfi bor. Aqling ishlab ketishlik xavfi bor. Qarang, boshqalarning aqlli fikrlarini o'qiganingda o'zingni ham aqlli fikrlaring uyg'onadi. Shuning uchun kitob o'qima, birodar. Ehtiyot qil o'zingni. Kallang ishlab ketmasin. Sen reklama ko'r, sen klip ko'r, sen TikTok ko'r. Chunki bu narsalar seni aqlingni qulublaydi, seni zombi qiladi, fikrlashdan to'sadi. Shuning uchun o'qima kitob. Ho'qis aqling ishlab ketib qolsami? Kitobi bo'lmagan hovli o'lik hovli. Birodarlar, tentaklik va ahmoqlikka qarshi dori o'ylab topilgan. Bu kitob o'qish. Pichoqni o'tkir bo'lishi uchun qayroq tosh qanchalar muhim bo'lsa, aqlni o'tkir bo'lish uchun kitob shunchalar muhim. Pichoqni o'tkir bo'lish uchun qayroq tosh qanchalar muhim bo'lsa, aqlni o'tkir bo'lish uchun kitob shunchalar muhim.
Kitob o'qimagan aql charxlanmagan pichoqqa o'xshaydi. Endi charxlanmagan pichoq o'tmas pichoq deyilsa, kitob o'qimagan aql charxlanmagan yangi pichoq. Ko'pchiligimizni aqllari yangi pichoqqa o'xshaydi. Charxlamay o'tib ketmasin bu pichoqlar, birodarlar. Kitob o'qiylik. Ishdan charchab kelasan, haqqing bor, dam olish kerak. Nima qilasan? Telefonni olasan, televizorda yoqasan, planshetni yoki noutbukni qo'lingga olasan, ketdik. 2 soat, 3 soat, 5 soat ko'zing yumilib ketguncha halingga modalib o'tirasan. Dam oldingmi? To'g'risini ayt. Dam oldingmi? Charchading. Xotiring zaiflashdi, asabing taranglashdi, ko'zing xiralashdi va hokazo. Shuni o'rniga kitob olginda qo'lingga. O'qib ko'rginda. Eng yaxshi kinoteatr kitob va seni miying. So'z borliging ko'payadi, muomalani o'rganasan, o'zingga ishonching ko'payadi, stressing yechiladi, xotira fikrlashing kuchayadi, yoshartiradi, aqlni rivojlantiradi, uyquni yaxshilaydi, fikrni jamlaydi. Jasad ovqat bilan, jismoniy mashg'ulotlar bilan rivojlansa, aql kitob va tafakkur bilan rivojlanadi. Nimani o'qiyotganingni ayt, men seni kimligingni aytib beraman. Endi hech narsa o'qimayotgan bo'lsang, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga birinchi nozil bo'lgan so'z o'qi degan so'z bo'ldi. O'qish, birodarlar, ilmning asli. Biz ummat sifatida, millat sifatida, xalq sifatida yuksalishimiz uchun mutolaaga, kitob mutolaasiga qaytishimiz kerak. Qo'limizdan kelganicha bolalarimizni mana shu o'qishga, kitobga targ'ib qilaylik, qiziqtiraylik. Chunki Allohning rizosi uchun qilingan har bitta xayrli ishimiz qiyomatda siz bilan bizga bir ulkan savoblarga, qiyomatda boshimizga soyabon bo'lishiga sabab bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.